Fargani mikroxizmatlari taqdim etadi. Atigi $5 evaziga Obsidian hamyoningiz dinamik o'suvchi shaxsiy veb sahifangizga aylanishi mumkin. Xavfsiz, ishonchli va bepul hosting, moslashuvchan dizayn va 300 dan ortiq mavzular, ikki chertish bilan vebga joylash, mavjud tillarni avtomatik aniqlash va oson o'tish, qo'shimcha $2 evaziga domen olishga ko'maklashish va saytni unga sozlash. Bir umrlik sahifalaringiz internetda qad kerib turadi. Fargani xalq xizmatida xolisona. Obsidianda yangi eslatma yaratamiz. Vaqtni tejash uchun ChatGPT javobidan nusxa olamiz. Eslatmaga joylaymiz. Ko'p tillilikni sinash uchun ingliz tilida ham yaratib olamiz. Yana nusxa olib eslatmaga joylaymiz. Mana Obsidianni o'zini ichida chiroyli ko'rinyapti. Lekin internetga joylash uchun faylni boshiga quyidagilarni yozish kerak bo'ladi. 3 dona chiziqcha tersak avtomatik format chiqadi. DG publishga true, titliga biz xohlagan nomni beramiz. Inglizchasi uchun ham xuddi shuni takrorlaymiz. DG publish true, title biz xohlagan nom. Hammasini joylash tugmasini bosamiz. Mana joylangani to'g'risida xabar beryapti. Sahifalarimiz buyruqdan keyin 3-5 daqiqa o'tib ko'rinadi. Mana ko'rishingiz mumkin, hozircha chiqqani yo'q. Ungacha biz Obsidianda yuritiladigan saytlarni ko'rib kelamiz. Birinchi namuna saytimiz mana shu ko'rinishda ekan. Mana ko'rishingiz mumkin, o'zaro bog'liq sahifalar ushbu xaritani tashkil etgan. Kattatirib ko'rishingiz mumkin. Boshqa biror sahifani ochib ko'ramiz. Dasturlashga doir ilmiy narsalarni joylagan ekan. Eng yaxshi tomoni, boshqa sahifaga link qoldirib ketilgan bo'lsa, bu sahifani ochmasdan turib ko'rish imkoniyati bor. Mana shunday. Ikkinchi saytni ochib ko'ramiz. Aron Yang, dizayn yomon emas. Uchinchi saytni ko'ramiz. Dizayner va yozuvchi qiz ekan. Yoziqlar bo'limiga kiramiz. Mana yozgan maqolalari, yozilgan va tahrirlangan sanalari bor. Haftadan kundalikka o'xshaydi. To'rtinchi saytni ochib ko'ramiz. Andrewni darslaridan olgan eslatmalari ekan. Yaxshi tartiblabdi. Esidan chiqqan payt osongina topib qaytarib oladi. Darsda o'rganganlarini ajoyib tarzda muhrlabdi. Keyingi sayt bilan tanishamiz. Hermitage ekologiyaga oid qanaqadir harakatga o'xshaydi. Yana bilmadim. Mana g'oyalar xaritasi. Keyingi saytga o'tamiz. Craft Engineerman deyapti. Keyingi saytni ko'ramiz. Jardin, jarangdor nom. Shriftni ham o'zgartirgan ekan. Keyingisini ko'ramiz. Notathagen, nemischa shekilli. Bu orada bizning sahifalar ham joylanib bo'lgan bo'lsa kerak. Mana sahifani qayta yuklashning oldingi holati. Qayta yuklaymiz. Asosiy sahifa mana paydo bo'libdi. Ichiga kirib ko'ramiz. Agar yozmasang yo'qoladi. Bu oddiy daftar emas. Bitta yozuv, ikkita hayot. Obsidian bilan solishtirib ko'rishingiz mumkin. Mana bir xil. Bir tildan boshqasiga o'tish qanday oson. Mana shunaqa. Obsidianni ishlatish juda ham qulay. Ushbu saytda Obsidian asoslari darslari bor. Bemalol kirib o'rganishingiz mumkin. Kelajakda chuqurroq darslar ham qo'shiladi. Oson sakrash uchun mundarija, tushunarliroq bo'lishi uchun videolar mavjud. Bularning hammasi siz azizlarga oson bo'lishi uchun ingliz va o'zbek tillarida. Eslatib o'tish lozim. Ushbu sayt ham Obsidianda qilingan. Siz ham o'z sahifangizni yuriting. O'rganganlaringizni, fikrlaringizni dunyo bilan bo'lishing. Bugun xizmatimizga buyurtma bering. Ertaga esa o'z veb saytingiz bilan uyg'oning. Fargani xalq xizmatida xolisona.